Bu birinchisi, demak, Alloh taolo agar bir bandani o'ziga vali qilgan bo'lsa, nima qilar ekan? Uni qulog'ini isloh qilar ekan. Ikkinchisi, va basaruhu allazi yubsiru bihi. Agar Alloh do'st qilgan bo'lsa, uni ko'radigan ko'zi o'zim bo'laman, deyapti Alloh taolo. Ko'zimiz ko'rib turgan narsalarda, birodarlar, zohiri bor, botini bor. Tashqi ko'rinishi bor, orqasidagi haqiqati bor. Mo'min odam juda bir hashamatli baland imoratni ko'radi. Nohayotda bir katta pul sarflangan, lekin shu pulni sarflagan odam haromdan pul topgan. Giyohvand modda sotgan, tuhmat qilgan, bo'xton qilgan, riboga pul bergan. Bu imorat har qancha chiroyli bo'lmasin, bu mo'min bu uyda egasini hurmat qilmaydi, haqir ko'radi. Chunki uni ko'zida bu banda Allohning ko'zida haqir bo'lganligi uchun bu bandaning ko'zida ham haqir. Endi oddiyroq solingan uy, egasi haloldan pul topgan, halollik bilan tirikchilik qilgan. Bu odamni hurmat qiladi. Ko'zimiz ko'rgan narsaning orqasida, birodarlar, haqiqati bor. Alloh do'st qilgan bo'lsa sizni o'ziga, mana shu haqiqatni ko'radigan qilib qo'yadi. Demak, Alloh sizni o'ziga vali qilgan bo'lsa, eshitadigan quloqingiz Alloh bo'ladi. Ko'radigan ko'zingiz Alloh bo'ladi. Keyingisi, va yadahu allati yabtishu biha. Ushlaydigan qo'li ham o'zim bo'laman, deydi Alloh taolo. Alloh agar o'ziga vali qilsa, qo'limiz harom narsaga bormaydi. Tarozdan urmaydi. Biroda haq qolsa, olib borib beradi. To'rtinchisi, va rijlahu allati yamshi biha. Yuradigan oyog'i ham o'zim bo'laman, deyapti. Gunoh ma'siyatga yurmaydi. Harom ishga yurmaydi. Chunki Allohning valisi. O'zimizdan istaylik. Ko'zimiz, quloqimiz, qo'limiz, oyog'imiz mana shunday turibdimi? Ha, shunday turibdi. Alhamdulillah. Endi nima bor bizga buni buyog'iga? Agar shunday bo'lsa, nima bor bizga? Va in sa'alani la utiyanna. Endi shu banda mendan so'rasa, albatta so'raganini beraman.